Barselona logosi orqasida yashiringan sirli ma'no sizni hayratga solishi aniq. Hozir siz bu sirni bilib olasiz. Logoning eng qadimgi versiyalarida Barselona shahar gerbi ustunlik qilgan, lekin 1910-yilda o'tkazilgan tanlovda Carles Camamala tomonidan taklif etilgan hozirgi logoning asosiy elementlari shakllangan. Bu logo 3 qismdan iborat. Yuqori chap qismda Kataloniyadagi Svetoy Jorjinining qizil hoji tasvirlangan. Bu Kataloniyadagi diniy va milliy ramzlardan biridir. Yuqori o'ng qismda Kataloniyaning qizil sariq bayrog'i joylashgan. Bu bayroq afsonaga ko'ra 897-yilda Kataloniyadagi Graf Wilbert Mollining qonli barmoqlari izidan paydo bo'lgan. Pastki qismda esa Barselona jamoasining rasmiy ranglari ko'k va qizil chiziqlar joylashgan. Bu ranglar klub asoschisi Juan Gemperning asl shvetsariyalik futbol klubi Basel jamoasining ranglaridan olingan. Ushbu videoni Barsani ashaddiy muxlislariga jo'natib qo'ying va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Ha aytgancha, o'zi kim kuchli, Realmi yoki Barsami? Javobingizni izohlarda kutib qolaman.